Muslim ibn Horis Tamimiyga Rasululloh alayhissalom shivirlab turib aytgan ekanlarki, shom namozini o'qib bo'lsang, Allohumma ajirni minan nar deb 7 marta aytgin. Shuni aytgan kechangda vafot etsang, senga do'zaxdan omonlik yoziladi. Agar uni bomdod namozida aytsang va shu kuni vafot etsang, senga do'zaxdan omonlik yoziladi degan ekanlar. Bu hadisni Imom Abu Dovud rivoyat qildilar. 6 ta sahih deb e'tiborga olingan muhaddis imomlarning 3-chisi rivoyat qilgan ekanlar. Demak, Allohumma ajirni minan nar degan duoning ma'nosi ey Allohim menga do'zaxdan najot ber. Demak, shom namozidan keyin va bomdod namozidan keyin 7 martadan mana shu Allohumma ajirni minan narni o'qishni odat qilgan insonlar inshaalloh do'zaxdan omonlik yozilar ekan. Buni bizlarga sodiqul masduq, faqat rost gapiruvchi, hech qachon yolg'on gapirilmagan, amin, ya'ni ishonchli, vahiyni haqiqiy omonatdori bo'lmish payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam xabar beryaptilar.